Shu kunlarda O'zbekiston Yoshlar ishlari agentligi ko'magida Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi tomonidan yurtimizning 12 shahrida ta'lim sohasida keng ko'lamli tadbir Ta'lim va kasb 2025-27 xalqaro ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Jarayonlardan muxbirimiz Zarnigor Tolipova xabar qiladi. Ushbu ko'rgazmada Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Belarus, Turkiya, Litva, Polsha, Amerika Qo'shma Shtatlari, Ozarbayjon va boshqa mamlakatlarning ta'lim muassasalari ishtirok etayotgan bo'lib, ko'rgazmaga start berildi. Выставка «Образование и профессия 2025» официально объявляется открытой. Ochilish marosimida so'zga chiqqanlar bu kabi ko'rgazmalar yoshlarning to'g'ri kasb tanlashi va o'z qiziqishlariga mos keladigan ta'lim yo'nalishlari va kasbiy imkoniyatlar haqida to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot olishlari mumkinligini ta'kidladilar. Maktabgacha Maktab ta'limi vazirligi har doim bu turdagi tadbirlarni qo'llab-quvvatlashga, o'quvchilarimizni tadbirlarda ishtirok etishlarini rag'batlantirishga tayyormiz. Sababi bu orqali biz farzandlarimizni, yoshlarni ko'proq o'zlari erishadigan yo'llarini to'g'ri tanlashlariga yordam beramiz. O'zbekistonlik yoshlarimiz o'zlarining shaharlarida mazkur ta'lim va kasb ko'rgazmalarida ishtirok etib, o'zlari qiziqqan sohalari bo'yicha dunyoning eng yaxshi o'qishlari haqida ma'lumot olishlari mumkin hamda u yerning mas'ullari bilan bevosita gaplashib, savollarga javoblar olishlari mumkin. Shuningdek, ko'rgazmaga tashrif buyurgan abituriyentlar va talabalar qabul kvotalari, stipendiyalar, bundan tashqari mehnat bozorida qaysi kasblar ko'proq tanlanayotgani, ish beruvchilar tomonidan qaysi ko'nikma va malakalar ko'proq talab qilinayotgani haqida ma'lumotlar berildi. Bugungi ko'rgazma doirasida 66 taga yaqin o'quvchi tashrif buyurdi. Ta'lim va kasb 2025 ko'rgazmasi yoshlarni global ta'lim maydoniga olib chiqish, ularni kelajakdagi muvaffaqiyatli faoliyati uchun mustahkam zamin yaratish maqsadida tashkil etilgan bo'lib, yoshlarga nafaqat o'z yurtida, balki xorijiy mamlakatlarda ham yuqori sifatli ta'lim olish, xalqaro darajadagi mutaxassisga aylanish imkoniyatini taqdim etadi. Zarnigor Tolipova, Javohir Mirzayev, Zahro Kozimjonova, Ovozi informatsion dasturi uchun.